Toza kod yozishning yana bitta oltin qoidalaridan biri bu sehrli sonlardan foydalanmaslik. Sehrli son deganda kodlarimizda to'g'ridan-to'g'ri yozib ketilgan qandaydir bir qiymatlarga aytiladi. U qiymatlarni biz kod yozish vaqtida nimaligini bilamiz, lekin keyinchalik u albatta esimizdan chiqib ketadi. Nafaqat biz, balki jamoamizdagi boshqa hamkasblarimiz ham bu kodni ko'rganda bu son o'zi nima ekan degan ularda bir savol paydo bo'ladi. Shu sababli ham mana shu narsani sehrli son deyiladi, ya'ni uni nimaligini hech kim aniq bilmaydi. Mana shunday sehrli sonlarning o'rniga biz uni nimaligini ifodalovchi o'zgaruvchini yoki konstantani ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar u son o'zgaradigan bo'lsa, u yerda o'zgaruvchi ishlatamiz. Agar u qiymat o'zgarmas qiymat bo'lsa, u yerda konstanta ishlatsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bunga misol tarzida qarz qilaylik. Biz dasturimizda pul o'tkazma miqdorini tekshirmoqchimiz va agar o'tkazma miqdori 500 ming so'm va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, foydalanuvchidan qaytadan autentifikatsiya qilishni so'raydigan mantiq yozmoqchimiz. Mana shu yerda 500 mingni agar to'g'ridan-to'g'ri yozib ketsak, bu o'sha men aytgan xato bo'ladi, ya'ni bu sehrli son hisoblanadi. Bu haqida biz hozir bilamiz, lekin keyinchalik uni nimaligini esimizdan chiqarib qo'yishimiz mumkin yoki jamoadagi boshqa dasturchilar bu haqida tasavvurga ega bo'lmaydi. Shuning uchun ham mana shunaqa joylarda 500 ming deb to'g'ridan-to'g'ri yozib ketmasdan, balki uni o'rniga o'zgaruvchi ishlatsak to'g'ri bo'ladi, chunki 500 ming bugun limit 500 ming bo'lishi mumkin, 1 yildan keyin 600 mingga oshishi mumkin. Ya'ni qiymat o'zgaruvchan bo'ladi. O'shaning uchun u yerda o'zgaruvchi ishlatsak va o'zgaruvchining nomini to'g'ri qo'ysak maqsadga muvofiq bo'ladi. Misol uchun max out limit, transfer out threshold degan, ya'ni undan maqsadni to'liq ifodalab beruvchi o'zgaruvchining nomini ishlatsak to'g'ri bo'ladi. Va u qiymatni dasturimizning konfiguratsiyasini o'qib olsak yana ham yaxshiroq bo'ladi. Keyinchalik u qiymat limit o'zgarganda dasturni biz qaytadan kompilatsiya qilib o'tirmaymiz. Endi ba'zi holatlarda o'zgaruvchi emas, u qiymatni konstanta sifatida ishlatishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun tabiat qonunlarini ifodalovchi qanaqadir qiymatli bo'lsa, masalan yerni tortish kuchi, o'sha gravitatsiya tezligini 9.8 yoki bo'lmasam pi ni 3.14, suvni muzlash haroratini kabi o'sha tabiiy qonunlarni ifodalaydigan joylarda konstanta ishlatsak to'g'ri bo'ladi. Demak, konstantani nomini ham o'zini ta'riflab beradigan tushunarli nom ishlatsak maqsad